Ra'noxonga zo'r narsa zakaz qildik. Ustiga yotib olib o'ynayapti o'zi ham. Zo'r o'yinchoq bu. Bolajonlar ayniqsa mana shu 1 yoshga to'layotgan yoki 1 yoshdan ozgina o'tgan bolajonlik juda ham zo'rda bu. Mana shunaqa figuralarni ustiga o'zi 1, 2, 3 deb qo'yib chiqadi. Keyin bu taxtali bo'lgani uchun bolalarga umuman zarari yo'q. Вообще zo'r, foydasi bo'lsa borki, zarari yo'q. Qo'l motorikasi, miya rivojlanishiga ham juda ham katta yordam beradi. Mana shunaqa figuralarni bitta o'rgansa, mana bunaqa kuchuvchi, tulkichi, mana shunaqa qilib. Hozir bilasizlarmi, Ra'noxonga boshqa shunaqa kitobchasi bor-da, bu hozir taxtali. Kitobchasidan o'rgatgandim. Molni ko'rsa mo qilyapti-da, kuchuvchani ko'rsa bu qiladi. O'rganmagan. Babacha qani? Ra'no so'raganlar uchun Ra'noxon necha oylik? Qaridi? 10 oylik Ra'noxon. Pushti qilib tepasidan olib olish kerak. Mana baliq tutganda. Mana. Mashina bu qiladimi Ra'no? Bu qiladi mashinachi. Voy, bram zo'r, sap-sarvam, ranglichi o'yinchoqlar bab zo'rda. Voy, ana bu yerda professiyalarni ham o'rganadi. Keyin mana bunaqa narsani zakaz qildik. Bu cho'milayotganda ham berib qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqa suv o'tkazmaydigan kitobcha. Qizim yordam berib 0 mesetsdan ekan, ya'ni 0 oylikdan boshlab. Bu polniy dengiz baliqlari, dengiz nima deylardi, hayvonlarini bitta ko'rsatgan. Hamda pipildoqlari ham bor. Voy, baliqlar qani? Fish, Ra'no fish. O'zi zo'r kitobcha, интересный. Buni o'sha cho'milayotganimda qo'yib qo'ysam qiziqib o'ynaydi.